Manat Gabdiyev, Qozog'iston. Uning burchagida har doimgidek Doston Bozorov hamda Asadbek Saidovni ham ko'rdik do'stlar. Ba'zisi boks Islom Boltayevni o'sha yoshligida Navoiylik o'sha mashhur murabbiylar sulolasi vakillari Petrovlardan, Max Holloway'ning uslubi jangga chorlayapti oktagon o'rtasida. Petrovlardan saboq olgan va o'sha Justin Gaethje Max Holloway jangini esladingizmi? O'shada ajoyib tarzda jangga chorlagan edi, lekin Max Holloway tavakkal qilmadi Kudrinskiy. Yo'q. Oktagon liganing sobiq chempioni hisoblanadi Islom Boltayev. Albatta o'sha Murat Abdurahmonovni ajoyib tarzda mag'lub etgan edi. Bilasiz, Murat Abdurahmonov o'z vaqtida Magomed Ankalayevni mag'lubiyatga uchrata olgan. Ana qismiga va mana bu yerda takedown yaxshi raqib tomoniga amalga oshyapti faqatgina. Endi chap ko'zda birozgina jarohat ko'ryapman Islom Boltayevni, eskimi yoki yangi, hozir bilib olamiz. Yaxshi oyoqqa tura oldi do'stlar. Ha, Boltayevning kuchli jihati stoyka. Yana tanaga seriyalarni ijro etdi. Kombinatsiya yaxshi, qorin va bosh qismiga ulanyapti. Davom etamiz. O'rta vazn toifasi 83.9 kilogramm ikkilik Boltayev taqibni davom ettiryapti. Masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Middle kick Kudrinskiy. Boltayevning zarbalari og'irligi mana shu yerdan ko'rmay turib menimcha eshitib bir sezsa ham bo'ladi. Mana Sharabulbek. Qo'ng qo'l bilan tutib olyapti va Kudrinskiy chiqib o'tkazdi. Mana shu zarbani. High kick. Qo'llar joyida Boltayevda. Oldingi qo'lda jeb zarbasini amalga oshiryapti Kudrinskiy. Yana bir high kick. Ushbu zarbani anchagina yaxshi ijro etar ekan Kudrinskiy. Mana high kick zarbasini overhand o'ng qo'l tanaga zarba o'tdi. Jigar qismiga o'tdi do'stlar. Izza zarbasi davom ettiryapti. Bosim davom etadi. Front kick. Yana bir zarba do'stlar. Do'stlar, birinchi raundning o'zidayoq Boltayevdan ajoyib qaytish. U so'nggi mag'lubiyatdan so'ng mana shu tarzda, chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar. Bu g'alaba kerak edi Boltayevga. Rekordini 7-4 ko'rinishga olib keldi. Tabriklaymiz albatta hamyurtimizni, murabbiylarini, yaqinlarini va o'zbekistonlik MMA ixlosmandlarini. Albatta. Yuqorida aytib o'tganingizdek, bu g'alaba Islom Boltayev uchun juda ham kerak edi. Mag'lubiyatli seriyadan chiqib olib, mana shunday g'alabali pog'onaga qaytib olish kerak edi u. Va hozir aynan mana shuni uddalayapti. Muxlislarning reaksiyasini ko'ryapmiz. Qo'llab-quvvatlashyapti muxlislar. Mana takroriy lavha. O'sha jigar qismiga o'tkaza oldida kuchli zarbalarini. Shu zarba jang taqdirini hal qildi. Kombinatsiyalarni yaxshi yo'lladi. Bosh qismiga, tana qismiga. Mana hozir sizlarga ham bir ikki zarba yo'llab qo'ydi. Doston Bozorovni ko'ryapmiz orqada. Dmitriy Xudyakov murabbiy chiqib keldi mana. Doston Bozorov, Asadbek Saidov. Ushbu jangda texnik nokaut bilan g'alaba kelishdi. Победу TKO texnik nokaut majlisida fight pasida Islom Boltayev.
Tabriklab qolamiz Islom Boltayev muxlislarini, oilasini ajoyib g'alaba bilan.